Demak, yangi tadbirkorlik boshladingiz. Tadbirkorligingiz xoh ishlab chiqarish bo'lsin, xoh xizmat ko'rsatish bo'lsin, birinchi yilda xarajatlaringiz daromadlaringizga nisbatan ko'proq bo'ldi va o'sha yilda korxonangiz 500 million zararda chiqdi. Tadbirkorlikni ikkinchi yilda daromadlaringiz o'sib, foydangiz 1 milliardga chiqdi. 1 milliarddan 150 million foyda solig'i to'lashingiz kerak, lekin siz 150 million emas, 75 million foyda solig'i to'lashingiz mumkin. Buni bilishdan oldin sahifamga obuna bo'ling, hozir tushuntiraman. Soliq qonunchiligida zararni ko'chirish degan tushuncha bor. Ya'ni o'tgan yildagi 500 million zararingizni bu yildagi 1 milliard foydangizdan chekirishingiz mumkin va 500 milliondan 75 million foyda solig'i to'lashingiz mumkin. Sizda shu kabi holat mavjud bo'lsa, izohlarda zarar so'zini yozib qoldirishingiz mumkin. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.